Oshxona mebel olayotganda 6 ta bonusi bilan olsangiz mazza bo'lsa kerak. Sanab o'taman, qaranglar. Shushulkasi, original mo'ykasi, musor paqiri, undan tashqari qoshiq naborini ham qo'shib berishadi va shirin ovqat qilishlaring uchun hoji opalarimiz uchun taxtakashni ham bonus qilib berishadi. Bundan tashqari kargolar ham bor. Kargoda o'zi $50 to'lar ekan do'stlar. Xo'p, 4 metrga 250 bo'lar ekan. Shuni 13,5 million so'mga sizning obunachilaringizga qilib beraman deyaptilar. Agar zakazga bo'ladigan bo'lsa, pogona metrini 3,5 million so'mdan qilib beraman deyaptilar. Yosh bolalarni o'ylagan holatda bunaqa razvedkalarni ham qilib berishar ekan. Qaranglar, chiqishini qarang mana. Juda ham chiroyli holatda porядkali bo'lib turadi. Bitovoy texnikalari alohida pul bo'ladi. Agar olib keling desangiz, buni ham qo'shib olib kelishar, faqat pulini berasizlar. Ishga o'zing baho berasizlar. 1 million 800 ming so'mdan 6 million so'mgacha pogona metrini barcha turdagi oshxona mebellarni dastlabki ustanovkasi bilan chiroyli qilib berishadi. Faqat Ravshanbekdan oldim salang yana nimadir bonuslar qilib berishadi.